Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan narpaylik Ma'rufjon Ro'ziyev bundan bir necha oy oldin sobiq turmush o'rtog'ining akalari urib samosud qilganligini, ammo arizalari e'tiborsiz qolayotganligini aytmoqda. Men 2022-yil avgust oyida uylanganman. 2 yil yashadik. 2 yil ham shu bosim ostida akalari, dadalari, shu ota-onam yo'qligi uchun faqat bosim qilib, qo'rqitib, seni so'rayotgan hech kiming yo'q. Xohlagan xotini qizimizni uyga olib kelamiz deb xo'rlab shunday qilib kelaydi. Mayli tinch bitaylik, yaxshi yashab ketsak bo'ldi deb yuruvdim. Aradan yillar o'tdi, farzandimiz bo'lmadi. Shu ham bahona bo'ldimi? Keyin shu oxirgi marta ketishiga sabab arzimagan narsa, shu tug'ilgan kun bahona, to'y bahona, nima uchun qo'ymading? Ertaga borilayotgan joy bordi degan joyimda ham yo'q, bugun kelish kerak edi deb hech nimadan narsalarni yig'ishtirib olib ketgan. Shu bilan keyin 2 oy, 1,5 oy uyda yashadi. 2 oy, 1,5 oy. Keyin mahallaga borgan narsalarimizni olib bersin degan, mahalla ko'y bilan keldidan keyin narsalarini olib ketdi-da, narsalarini olib ketib, keyin aradan 2-3 kun o'tgandan keyin turmushga chiqib ketdi. Toshkentga bir yaxshiroq, boyroq joyga deb eshitdik. Murojaatchining aytishicha, janjalga sabab qilib Ma'rufning sudga bormaganligi keltirilgan emish. Mahalladan telefon bo'lgan, shunday deb mahallaga ham borib janjal qilibdi ekan, bugun ajimga borish kerak edi degan. Mahalladan telefon qildilar, "Hay, boramiz." Bo'ldi dedim. Shu arada uyga mehmon kelish kerak edi. Mehmonlarni kutib o'tirdik, bir moshin bo'lib kelib qoldi. Keliningiz aytdi, ko'chada bir moshin birov keldi-da. Keyin eshikdan chiqmay o'tirdim, o'z ko'nglim sezganday bo'ldi shularligini bilib. Darvozaning ikki chetidan Ozoda bilan Yoqub akasi qarab o'tirgan ekan. Keyin bu uyda bu kelinni ham ko'rding, kelganiga 2-3 kun bo'lgan. Buni ko'rdidan keyin o'z darvozani urib, tepib, qarsillatib, pastlarini ochib yubordi, sindirib. Keyin ochsam hozir mojaro bo'larmikan, nima bo'lar ekan deb o'tirdim, o'z derazam sindi. Derazada mayda. Endi ochmasam bo'lmaydi, qanaqa uydan chiqmasam qanday bo'ladi demdan keyin darvozani shu ochganim bilaman, kattasi Bobur akasi tosh bilan urdi. Shu engashganim bilaman, hammasi borib yopishib, sudrab, bug'ib, manaqacha imaklatib olib kelib, "Hey, yo'q, bu yo'q. Sen biza qo'ymaymiz baribir, o'ldiramiz. Baribir o'ldirib yuboramiz. 20 yilga qamalib ketsam ham o'ldirib yuboraman." Voqea guvohlarining aytishicha, ko'zi qonga to'lgan akalarni hech kim to'xtata olmagan. Derazadan qarasam taq-taq bo'laverdi. Bitta akasi, katta akasi toshni oldi, derazaga qarab otdi. Unisi shu arada Ma'ruf chiqib qoldi. Ma'ruf chiqdi, to'satdan ikkalasi urib ketdi-da. Xotini bor, xotin qo'lida dokumentlari bor edi. Qo'lida pasportlar, qog'ozlar. Ular ham yoyilib ketdi. Shu yerda urib chiqdi-da, mashinagacha chiqdi. Ana shu yerda sudrab olib chiqdi. Shu yerga olib chiqib uryapti. Bitta akasi yoqqa ketdi, oyoq kiyimi uchib ketdi, olib kelgan bordi. Akasi ushlab o'tiribdi, u kelyapti, yana uryapti. Shunda og'zi burnidan qon kelyapti. Aytdi, urmanglar desam kelyapti, aralashmanglar deb baqiryapti. Bobur degan akasi. Keyin ayollar o'tiribdi, ayollarga ham gapirdi, "Olinglar buni, unday qilmasa urmanglar" desam, "Indamay ishingiz bo'lmasa, aralashmang" dedi bizga. Bunday kaltakdan keyin Ma'ruf qanday qilib tirik qolganligiga hayronman deydi qo'shnisi. Shundayki Ma'rufga tarmashdim, urmanglar, bachchani urmanglar, shu yerda hal qilinglar, ertaga sizlarga qiyin bo'ladi deyapman, lekin indamang, qoching, min mashinaga deb ikkita ayol bor ekan, ayolni mashinaga mindiryapti. Bunisi chiqib ustiga minib olgan, shu Ma'rufni bo'g'ib yotqizib olgan, Ma'ruf deb baqiryapti, og'zida shunday qon otilyapti. Voy, bir haftalar o'zimga kelolmadim. Lekin bunday bo'lish kerak emas-da. Sag'irlarni ham so'rayotgan bordir. Bir so'ramasa, ikki namasa bostirib kelaveradi-da. Erta bizlarni shunday qilsa qanday qiladi? Himoyachimiz bu hamsiyalarimizmi? Uzoqdagi o'g'illarimiz, keyinchi hamsiyalarimiz, deb borayotgan hamsiyalarimiz bular. Shu bilganim mashida juda urdi, bir 15-20 minutlar og'iz burnimni qon qilib urdi. Faqat kallamdan tepib, engashib qo'ysam, mushlab urib. Juda bilmayman, keyin mashinaga Damazga ortganlarini ham bilmayman. Keyin shu bir o'zimga kelsam, ularni uyga olib ketdi ekan, o'zini mashinada uyga olib ketgan. Shu uydan Damazdan dadasi, dedi, "Men haromini olib keldik" dedi. "O'ldiramiz buni, uyga kirgiringlar" dedidan keyin dadasi o'sha yerda 15 marta kallam aytdi. Dadasi aytdi. "Uyga olib kiringlar" dedi. Bir ikkita stansiyalar chiqdi-da. Endi ko'rdi-da baribir. Qo'yinglar dedi. Keyin dadasi darvozani yopinglar dedidan keyin hovlisiga, ichkariga sudrab olib kirdidan keyin yerda urdi. Urdi, ketmon dastalar bilan Ozoda kallamga kelib urdi. Shu xotinim, birinchi xotinim, bu akalari o'lsin dedi. O'ldi. Bu yerda mashina ketishda ham esimga kelib ketgani, Bobur akasi ustimga chiqib, ko'ylagini yechib olib, faqat kallamga urib ketdi. Kichkina akasi ro'lla "O'r" dedi, "O'lsin" dedi.
o'ldirib tasha deydi. Hech nima qilmaydi. 1 yil o'tirib kelamiz deydi. Murojaatchining aytishicha, uni hatto arqon bilan daraxtga ham bo'ynidan osishgan ekan. Shu ko'zim qarashara ko'rgani bo'ynimga ip soldidan keyin shu bug'ib tepaga ko'tardi, qolganini bilmayman. Yana o'zimga kelsam, bitlarimga suvgani satillab suv quyib yubordi. Nafas ololmayman, hiqillayapman. Keyin o'zlarining feldsher bor ekan, Xudo berdi degan. Shuni chaqirdi. Burnimga nimadir hidlaganini ko'rdim. Ukol qildi, nimadir hidlatdi, bilib bilmayapman. Faqat qulog'imga eshitilayotgan gap, "Skorin chaqiringlar, hech nima qilolmayman" debdi, skorin chaqirdi. Birinchi yordam ko'rsatgan feldsherning ma'lumot berishicha, unga tez yordam chaqirib bergan, ammo ichki ishlar bo'limiga xabar bermagan ekan. Bir kaltaklangan bo'yicha qo'shningizga chaqirgan ekansiz sizni. Ma'ruf degan yigit kaltaklanganligi bo'yicha. Shu birinchi yordamni ko'rsatdingizmi? Yo'q, skor chaqirib berib yubordim. Ukol qilmadingizmi? Yo'q, ukol qilib bo'lmaydi-ku, tayoq yegan odamga ukol qilib bo'ladimi? Haka birinchi ko'rgan odam sizda. Yo'q, hamma uni urganini ko'rganim yo'q, boshqadan faqat shuni turgan joyda hushidan ketgan ekan. O'sha holatda tushuntirib berasiz, bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas bizga. Ko'rgan narsangizni aytasiz, bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. aka shuni aralashtirmayman. O'zi tergovga bordim, masa qilib bosh og'riq menga kerak emas narsa. Birovga yordam berib baloga qolib ketdim aka, to'g'ri. Tez yordamda ishlamayman. Tez yordamda ishlaydiganlar bilan gaplashing, o'shalar borib ko'ruvdi. Skorida. Men chasni qishlog'aylarni ukol qilaman aka. Shifoxonada murojaatchilarni davolagan vrach esa o'sha kuni bemorning holati o'ta og'ir ekanligini bildirdi. 20-fevral soat 14:25lar atrofida tez yordam mashinasida olib kelingan. Tez yordam mashinasida olib kelinganda bemorning ahvoli juda og'ir edi. Shu o'zida bo'lmagan, yuzi, labi, peshonasi, ko'krak qafaslari, bo'yin sohalari shishib ko'kargan. Shu o'zida bo'lmagan edi. Shu oqibatida ahvoli og'irligini hisobga olinib, Narpay tuman tibbiyot birlashmasi reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Reanimatologlar hamma yordamlar ko'rsatildi. Reanimatologlar, nevropatologlar, okulistlar, lor vrachlari hamma ko'rikdan o'tkazilib, tekshirishlardan o'tkazildi. Bemor MRT va MSKda tekshirishlardan o'tkazilgandan keyin bemorda chap tomon gaymar bo'shlig'ining old devorining sinib siljiganligi aniqlandi. Bemor to'liq tekshirishlar va davolanishlardan keyin 20-02 ya'ni fevral oyidan 1-mart 2025-yilgacha yotib davolandi. 11 kun davomida davolandi va ahvoli qisman yaxshi bo'lgandan keyin Samarqand shahar Samarqand ko'p tarmoqli tibbiyot kattalar shifoxonasi lor bo'limiga ko'rinish tavsiya etilib, ruxsat etilgan. Ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi ma'lum qilishdi. Ammo Jinoyat kodeksida insonni o'g'irlash 137-modda 2-qismi V bandi bilan bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilganligi, 138-modda jismoniy azob berish hamda insonni o'ldirishga urinish 25 orqali 97-moddalari ham ushbu holatda unutib qoldirilganligini ko'rishingiz mumkin. Ayajon qarang, o'ldirib qo'yadi deb chiqdim. Chiqsam shunchalar urib yotibdi. Men aytgili yo'qda. Molli ham odamni ham unchalar ana qilmaydi, rahmat keladi. Shu men chiqdim. Hay dedim, qoching deyapti. Sizda umuman siz bilan aloqangiz yo'q dedi. Bir urdi, nariga o'tdim. Xuddi bir umuman bir hayvonni bosib ketganda anaga bosib ketdi-da, Damazga bosib ketdi. Hay deb qoldim, orqasidan chopdim. Sizda aloqangiz yo'qdi. Shuni mashina yopyapti, qo'lim qistirib qoldi. Qoching dedi, agar 5 yil, agar 10 yil agar qamalsam dedi, meni ana shu Narpayga o'ldirib tashab ketaman dedi. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, fevral oyidan beri o'z uyida qo'rqib, ushbu zo'ravonlik holatini takrorlanishidan hadiksirab yashayotgan Ma'rufjonning murojaati viloyatdagi respublikadagi mas'ullar e'tiborini tortib, jiddiyroq ko'rib chiqilar. Bu mavzuga yana qaytamiz. Uz Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.